Mausemda rang. Mau Vito degan bitmap o'lchetlarini ko'rsatadi. Vito desam mani bir xonalik deb aytdi-ku. Chunki buning olgan narsani men bir ochdim mana. Ranglik rasmdan birini aylab buning ko'rsatay sizga. Ağıl olamdiki. Chunki maning bilan maninki yani kanala o'xshamaydi. Mao 3 xil rangli kanal ekan. RGB yani qizil, yeshil, ko'k rangli 3 xil kanaldan berkishdan ma'qul rang hosil bo'ldi ekan. Ma'noga kirsam bir xil kanal ekan. Bu shuning uchun qo'lmaydi. Agar marismni buning ustiga olaman deyotgansiz, men kirib, yani kul rang olib o'zgarsangiz, 8 o'zgardi abi yoqi 1 deganimiz. Bunda tasam men kul rang olib chiqadi. Rang yo'qotdi-ku. Endi ikkinchisi kul rang dedik. Hozir ko'rdik-ku mana. Kul rang deganimiz mana shu. Ya'ni kul rang. Tangshib betnashda hech birda. Uchinchisi RGB. Ya'ni qizil, yeshil, ko'k ranglik degan tuqmani ochdim. Bu eng ko'p qo'llanadigan rang shaklimiz, kanal shaklimiz. Ma CMYK rang shakli deganimiz matbaaninki rangi. Yani basma zavodlarning matbaa miyini ko'rsatadi. Ularning miyi 4 xil ranglik bo'ladi. Shunga CMYK deymiz. Ma lab deganimiz nur tangshaydigan narsa bu. Lab. Yani uy ichiga bisildigan loyihalarga shu rangni ishlatamiz. Buningda chaqnab, go'zal, yorqin chiqadi. Chunki bu yak bevos kun nur turmaydi, bu xil rangning o'ngib ketishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Hem bu xil rang bir xil yorqinlik tuyg'usi beradi. Endi qorong'ulik ichida yoki menda uy ichida amaliy kun nuri uchrashmaydigan yerlarda. Ammo matbaa rangini e'lon shirkatlari boshqa viviskalarning hammasi, e'lon taxtalarining hammasi mush xil rangda bisilgan bo'ladi. Uningdan boshqa biz doimo kitob material bosamiz-ku. Kitob materialninki muqovisi CMYK oltida bisiladi.